Assalomu alaykum, Tovarka biznes kanaliga xush kelibsizlar va bugun sizlar bilan har doimgidek o'sha qo'yoqlarni bir ko'rsatmoqchiman. Просто ishdan kelib, mana kechib kelib ishdan kelib bunday bitta nonim bor, mana qora non. Sveji bu. Qattiq lekin sveji. Men ochamiz, tushib ketmasa. Tushib ketma, qoch. Qoch. Mana sal qoldi tushib ketishiga. Voy mana, yeyishlariga mashallah, bismillahirrohmanirrohim. Bismillah deydingizlarmi? Ha? Onasi yeyapti, bolalari yeyapti nonni. Tiqir. O't tashlab qo'yganida va ovqatini qolgani. Menga odam o'ti bor edi, bolalar uchun alohida tashlab qo'ygandim. Ularga ham shu yem idish qo'yib ko'proq anaqa qo'yishim kerak, o't qo'yishim kerak, ya'ni mana yeguligini qo'yishim kerak-da. Xudo xohlasa uni qo'yib qo'yaman. Yeyishlariga qarang. Joy mazzallah. Yemayapti pastdagi. Ulgurmayapti shekilli ular. Onasi yopishyapti. Sabzam beraman bularga birpasdan xudo xohlasa. Bunday qoradik, mana bittasini onasiga alohida berdik. Olib chiq. Olib ket shuni, olib ket. Olib ket. O'zi bu bo'lib tashlaganim yaxshi edi. Men yiqilib tushadi hozir. Yiqilib tushmanglar. Qo'limni ushlab turmasam bo'lmaydi buni. Mashallah deb qo'yinglar. Birikmada tushib ketgan ham shu bolalar. Nekkisam bir kuni pastda yuribdi, ikkitasi. Mana shu ochiq qolib ketgan, tushib ketganda. O'ynab yuribdi maza qilib. Endi pastda bu yoqda don bo'ladi-yu, o'shani yeb yurganda ustiga chiqib qoldi, ya'ni. Xullas, mana shu gaplar jigarlar. Odam maza qiladi, dam oladi, ko'ngli dam oladi. Ishdagan problemalarni umuman esga solmaydi, hammasini unutib oladi-da. Xuddi kelib olib bir 3 soat maza qiladi, kontrol o'ynaydilar-ku. Dot o'ynaydilar, ya'ni kontrdan bir bola deganlari bor-ku. O'shani o'ynagandek bo'ladi-da. Hozir shunaqa bo'lyapti. Hozir bu nonni bo'lib anaqa beraman. Bo'lib tashlayman, keyin sabzi tashlayman, keyin hatto beda bor, ertalab o'rilgan beda. O'sha bedani matga qo'yib qo'yaman. Suvini solaman, donini solaman. Xullas shu bilan haylashib, ertangi tonggacha bular bilan haylashamiz. Sen nima kayfiyating yo'q, yaxshimisan? Salom deb qo'y podpисчикларga. Yemas şimdi. Shunaqa gaplar. Hozir sabzi tashlayman, sabzini ko'rasizlar. Buni ham shunaqa yopishib yeyishadi. Olma tashlasam shunaqa mazza qilib yeydi bular. Bugun sabzi beray bitta, ertaga ertalab olma beraman. Ko'p emas, bitta yoki bunday ikkita olmani 5-6 sokka maydalab, shu bitta olmani 4 ga yoki 5 ga bo'lib, 6 ga bo'lib, men tashlab qo'yasiz, bo'ldi, o'zlari yeb o'tiraveradi. Mana bu qilyapti, ovoz chiqaryapti og'zidan. Nimadir chaynayotganga o'xshab. Anu mazgi qaraqib chiqqan bilmayman, shu mazgi bor-ku. Qaraqib chiqdi uydan, pastda turadi-da, pastki etajda turadi. Bundan qaraqib chiqqan. Martda chiqqan bo'lsa kerak-da. Mana shundan ochiq qolib, yaxshi yopilmayapti. Yopib yuborishimiz kerak uni. Yana o'tib qoldi, qorin to'ydimi? Shu yomon shuda bitta o'zi mana qilib qolib ketsa, shu qarab turish kerak. Yani ichi ketib qolmaganmi, mazasi bormi? Nozik bo'lar ekan quyonni bolalari, to'g'risi. Ehtiyot bo'lish kerak. Hozir bunga alohida bitta non beraman. Xo'p, buni keyingi videoda mana sabzi bitta yuvordim. Yana shu uzun-uzun qilib to'g'radim. Sekin buni.
chiqsak ularga mana shu bittasi sal shu yoqmayapti. Aynan jim o'tirdi, ovqat yemayapti. Shunga nima qilish kerak? Xullas mana. Tashlab qo'ysa mana yeyishlar. Non yeyapti. Uni yeyapti shu. Mana shu nimadir yeyapti mana shu bolasi. Xullas. Onasi yeb tashladi hammasini. Mazza qilib yeyishyapti. Mana bu non yeyapti. Semirmoqchi-da mazza qilib. Inshaalloh. Voy, qulog'iga qarang, qulog'iga. Mana ikkalasini boshqa qo'yanga beramiz. Hali bu yoqda bor, buni olib yeyishadi. Xullas o'zlari topib yeyishaveradi. Yopilik. Oyog'imni, oyog'iga. Hop, buni yopamiz. Buni bittasini men qo'yanga beraman. Ye. Bo'l. Shu bolalarni o'ldirib qo'ygan qo'yam bor-ku. 7-shiftoda bo'lgandi, bugun 15-8 kun bo'ldi. Mana asli dardi mana shuni oldi ko'paytirdi. Yana qaytadan qush qochirishdi. Men bu qo'yam. Bu bajaxil qo'yam mana. Qiladi. Ye, buni ham joyini o'zgartiraman, xudo xohlasa. Nariga setkam tayyor turibdi. Buni olib kelaman. Bo'ldi. Bismillah de ye. Sekin boshladi yeyishdi. Uyalchang yemayapti. Ye. Tak mana doni ko'p mana. Bitta o'tni uzun-uzun qilib balki osib ketgan, yulib yuraveradi. Mana nimasi? Ancha-munchasini yebdi. Kunim bo'yi. Shundan berib qo'yaman. Mana bu senga yo'q. Erkak qo'ylarga bermadi buni, mana yeb yotibdi. Qarabsizlar, sabzi mazza qilib. Mana bu yo'lagina. Ha, nimadan ko'rsataman sizlarga. Yegan yedi, yemagan yotibdi mazza qilib. Har doim bunaqa sekin qarab o'tiravermayman, to'g'risi. Kelaman, 10 minutda tugataman, ketaman-da. Narsamni beraman-da, sirasi ketaveraman. Ko'z yugurtiraman-da. Buguncha o'ta shu videoga olgim keldi. To'xta shu ovqatlanish jarayonini videoga olay dedim-da. Videoga oldim. Sekin ochishimiz kerak, mana shu tushib ketishi mumkin. Nimadir yeyib ochishimiz. Xullas, nonmi-du? Xullas, sekin hozir yopamiz. Bo'ldi, endi kellar hozir suvini beray, donini beray, o'tini beraman, shu bilan tugataman. O'zim uxlashga ketaman xullas. Charchamanglar, omon bo'linglar. Albatta kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar.